Ertalabda prospektda ketyapsam, svetoforda qizil chiroq yondi. 200 metr Rossiyanadan sekinladim, borgunimgacha yashilga ulgurib qolay degan maqsadda. Bitta piyoda to'xtab turibdi yo'lda chekkasida. Men именно уже yashilga kelishimga haligi odam harakatlanyapti. Hayron qoldim, chiyillatib to'rimizni bosib o'tkazib yubordim-da, keyin o'zim yana yo'limga davom etdim. Hozir bitta magazinga kirdim-da, magazinchidan so'rayapman. Esimda bir yil yo 2 yil oldin kirganman shu magazinga. Qat'iy bormi dedim. O'ylanib turibdi-da, hali sraz javob ham yo'q. Keladi. Hozir bugun kelish kerak edi. Hozir kelib bo'ladi dedi. Rahmat aka deb chiqib ketaverdim. Yaxshi kelsin dedim. Nima demoqchi bo'ldi ekan u odam menga? Keyingi safar kirganingizda qat'iy bo'ladi demoqchi bo'ldimi? Yo kutib turing demoqchi bo'ldimi? Tushunmay ham qoldim. Shunaqa ajoyib insonlarni ko'rsangiz bir g'ashingiz kelmasin. Bunaqa insonlar bir tabiatda bor-da o'zi. Bu to'g'rilashning iloji yo'q. Asabingizni buzganingiz qoladi xolos.